Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, Ütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tülbuli. Baş egmez kafirga, şiddet bilen atselir, Hemze Halid Musebtek, şir yürek oğlanları. Said ibn Abu Waqqas. Ey Said, atqın, ata-anam sana pida bolsun. Peygamber aleyhisselam. Allah'tan, Allah dergahidin qoğlanğan şeytanның şerridən pınah tilayman. Nahayeti şefqatlik, mehriban Allah'ның ismi bilan başlayman. İnsanni ata-anasına yaxşılıq qilishqa buyurduq. Anısı onu qo'risqida üstü-üstiga acizlik bilan ko'tirdi. 2 yılda onu emcekten ayırdı. Ey insan, manga ve ata-ananga şükür qilgan. Ahir qaytadigan joy mening dargohimdir. Agar ata-anang seni sen bilmaydigan narsani manga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagan. Ularga dunyoda yaxshi muomalada bo'lgan. Ya'ni diningga ziyon yetmaydigan asosda yaxshilik qilgan. Manga taat bilan qaytgan odamning yo'liga ergashgan. Ondan mening dargohimga qaytisizlar. Sizlarga qilmishinglarni aytib beraman. Bu oyatning nozil bo'lish sababi haqida mundaq bir voqelik bor. Buning natijasi mag'lubiyatga emas, g'albiga, sheriklikka emas, balki tavhidga dalolat qildi. Hikoyamizning bosh qahramoni Said ibn Abu Waqqas Makkadagi esil nasablik oiladan kelib chiqqan yoshlardan biridir. Makkada payg'ambarlik nuri chaqnashga boshlagan dastlabki vaqtlarda Said texi kichik bo'lib, u ota-onasiga kuyimchan, bo'libmi onasiga bakmu amroq bir o'smir edi. Garchi u amdilla 17 yoshning qarasini olgan bo'lsa-mu, lekin uning aqli o'tkirligida, hikmatlik bo'lishida cho'nglardan qilishmaydi. U o'z tangtushlaridek o'rinsiz o'yin tomoshaga berilmay, vaqtini o'q yasash, yochoqni yaxshilash, o'q etishni mashq qilishdek oqilona ishlarga sarf qilish bilan o'tkazatdi. U xuddi o'zini cho'ng ishlarga tayyorlanayotgandek his qiladi. U yana ko'ngilda o'z qavmlari yashayotgan noto'g'ri aqidadagi hayotidan qutuldiradigan birining o'tirg'i chiqishini kutayotgandek bir taqozolik tuyg'usida beorom yashaydi. Mana mushu mezgilda Allah butkul insoniyatni to'g'ri yashash yo'liga boshlaydigan rahmati bo'lgan, ozg'un, xato aqidadagi insonlarni qutuldiradigan maxluqotlarning eng kattasi bo'lgan Muhammad alayhissalomni avatdi. Bu xosiyat egisi Parvardigori Allohning so'zlarini insonlarga yetkazdi. Said hech kechikmasdan bu ilohiy chaqiriqqa ovoz qo'shdi. U islom keltirganlarning avvalqilaridan bo'ldi. U ko'p hollarda payg'ambarlik vahiysining dastlabki da'vati boshlanib 7 kundan keyin iymon keltirdim. Demak, men iymon keltirganlarning avvalqilaridan bo'ldim, deydi. Payg'ambar alayhissalom Saidning islomga kirganligidan xushal bo'ldi. Chunki Saidda yangi chiqqan oyning tulun oy bo'lishi muqarrar bo'lgandek, pat orada haqiqiy erkaklardan bo'lib yetishib chiqadigan alomatlar bor edi. Shundoqli yana Makka yoshlarini o'ziga jalb qilib ergashtiradigan, so'ziga kirgizishga sabab bo'ladigan esil nasab, yuqori martaba bor edi. Uningdan boshqa payg'ambarga yaqin turadiganlik tarafidanmi imtiyozga ega bo'lib, u payg'ambar alayhissalomning ona taraf jamoati bo'lgan Bani Zuhra jamoatidan bo'lgan tog'asi edi. Payg'ambar alayhissalom bu tog'asi bilan faxrlanadi. Bir rivoyatda payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan o'tirganda Saidning kelayotganligini ko'rib, o'tirganlarga qarab, "Bu mening tog'am. Qani kimning mushundaq tog'asi bo'lsa ko'rsatib boqsin" deganligi rivoyat qilingan. Saidning islomda turishi osonga tushmadi. Islom bu yoshni qattiq sinoqlarga duchor qildi. Sinoqning bu qattiqligidan hatto oyat nozil bo'lishga sabab bo'lgan darajaga yetdi. Bu ajoyib kechirishni so'zlab berishga Saidning o'zini taklif qilayli. Said bu to'g'risida mundaq deydi: "Men islomni qabul qilishdan 3 kun burun mundaq bir tush ko'rdim. Tushimda qatmuqat qorong'ulik ichiga cho'kib ketayotganligimni,
Bu qorong'ulik ichida tamtirab yurgunimda bir oyning nur chashqanligini ko'rdim. Men u oyga agashdim va oldimda bir qancha kishining shu oyga mendan ilgari agishib ketayotganligini ko'rdim. Ular Zayd ibn Haris, Ali ibn Abu Talib, Abu Bakr Siddiq ekan. Men ulardan "Sizlar qachondan beri bu yerda turyapsizlar?" deb so'rasam, ular "Bir oz ilgari" deb javob berishdi. Tong atqanda payg'ambar alayhissalomning yoshirincha islomga da'vat qilganlik xabarini anglab qoldim. Men Allohning yaxshilikni iroda qilib, bu sabab bilan meni qorong'ulikdan yorug'likka chiqarishni xohlaganligini tushunib yetdimda, payg'ambar alayhissalom tarafga chopdim. Men uning bilan jihad jilg'isida uchrashdim. Bu chog'da payg'ambar alayhissalom asr namozi o'qiyotgan ekan. U namozni o'qib bo'lganda men iymon etdim. Tushimda ko'rgan yiliqi bir nechalar mendan burun iymon etgan ekan. Onam mening islomga kirganimni anglab ta'tirlik tutdi. Amiriyatda men onamning nihoyatda bek kuyindigan va uni intayin bek yaxshi ko'radigan bolasi edim. U "Ey Said, asli diningdan qaytib qabul qilgan u zodi qandoqdan? Alloh bilan qasamki, sen bu yangi dinni tashla. Bo'lmasa men yemay, ichmay o'lib ketaman. U chaqda sen men uchun ichinib, yuraging pora-pora bo'ldi. Bu ish sababdan kishilar seni umring bo'yi ayiblaydi", dedi va yemaslik, ichmaslik haqida qasam ichdi. Men uningga "Ey ana, hargiz unda qilmang. Har qancha qilsangizmi, men bu dinimdan yanmayman", dedim. Lekin onam yemaslik va ichmaslik qasimida ching turib, bir qancha kunni o'tkazdi. U o'ruqlab, teni ojizlashib, mag'durdan ketib qoldi. Bu bir necha kun ichida men uning ozroq bo'lsa-mu, yeb ichishini tavsiya qilib, uning qishig'iga kelaverdim. Lekin u qat'iy hech nima yemadi. Ham menga "Ya mening dinimdan yenishimni, ya bo'lmasa o'zining shu piticha o'lib ketadiganligini shart qilib turib oldi." Men onamga "Ey ona, men haqiqatan sizni bek yaxshi ko'raman. Lekin men Alloh va uning payg'ambarini sizdan bek yaxshi ko'raman. Alloh bilan qasamki, sizning ming jiningiz bo'lib, har bir jiningiz ochliqdan bir-birlab chiqib ketgan taqdirdimi, men bu dinimdan hargiz yanmayman", dedim. Onam mening bu qat'iyligimni ko'rib, oxiri tan berdi va majburiy holda yeb ichdi. Alloh bu ahvolga qarta, agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagan. Ularga dunyoda yaxshi muomalada bo'lgan. Ya'ni diningga ziyon yetmaydigan asosda yaxshilik qilgan degan oyatlarni nozil qildi. Amaliyotda Saidning islomni qabul qilgan kuni musulmonlar ko'p yaxshiliklarga erishgan, islomga xayrlik bir zot qo'shilgan bir kun bo'lgan edi. Badr kuni Said bilan qarinishi Umayrning ajoyib ko'rinishlari maydonga kelgan bir kun bo'ldi. Uning inisi Umayr texi to'liq balog'at yetmagan bir o'smir edi. Payg'ambar alayhissalom bu urushga chiqadigan qo'shinni ko'zdan kechirishga boshlaganda, Umayr o'zining yeshining kichikligi sababidan qoldirilib ketishdan ansirab, qo'shinning orqa tarafiga mukin olgan edi. Biroq payg'ambar alayhissalom uni yanili ko'rib qilib qaytarib o'tganda, u yig'lashga boshladi. Payg'ambar alayhissalom uningga chaqirib ruxsat qildi. Bu chaqda u nihoyat xushal bo'lib, akisi Saidning qishig'iga keldi. Said uning qilichini uning bo'yniga esib qo'ydi. Chunki u texi kichik bo'lg'achqa uning qilichi yerga tegib qoladi. Shunda qilib bu akuflar Alloh yo'lidagi urushga atlandi. Urush oxirlashganda Said jang maydonida shahid qilingan inisi Umayrni qo'yib Madinaga qaytib keldi. Uhud urushida sahobalar musulmonlarga mag'lubiyat yuzlanganda qo'rqqandan payg'ambar alayhissalomni yolg'iz tashlab qo'yib, har tarafga chechilib ketdi. Faqat Saidla uningga yaqin kishi bilan qilib, yochiqi bilan payg'ambar alayhissalomni qo'g'dab turdi. Uning otgan har bir o'qi bir mushrikni yer tishlatdi. Payg'ambar alayhissalom uning bu mahoratini ko'rib va uni texmi rag'batlantirib, "Ey Said, otqin,
ota-onam sana pido bo'lsin, dedi. Said umr bo'yi bu so'z bilan faxrlandi. U payg'ambar alayhissalom hech bir odamga ota-onasini tang pido qilmagan edi, deydi. Umar radhiyallohu anhu xalifa vaqtida parislarni gumron qilib, yer yuzida buddizmning yıldızını quritmoq uchun qo'shin tayyorlamoqchi bo'ldi. Urushdan burun har qaysi joylardagi viloyatlarning valilariga "Menga quroli, iti har qaysi jihatdagi tayyorligi bor, she'r, nutqdan jang uchun foydali ortiqchiligi bor barliq kishilarni avatinglar" deb maktub avatganda, har qaysi joylardan mujohid qo'shinlar bas-bas bilan kelishga boshladi. Qo'shin to'liqlanganda Ömer bu darajadagi zo'r qo'shinga kimni qo'mondan qilish to'g'risida maslahat qildi. Ko'pchilik birdak Botir yo'lvoz Saidni deyishdi. Ömer uningga qo'shinning bayrog'ini tutqizdi. Qo'shin yo'lga chiqish oldida Ömer Saidga nasihat qilib, "Ey Said, seni payg'ambar alayhissalomning tog'isi va do'sti deyishlar mag'rurlantirib qolmasin. Alloh yomonlikni yomonlik bilan emas, balki yaxshilik bilan o'chirdi. Ey Said, Alloh bilan bandaning o'rtasida bo'ysunishdan boshqa hech qanday bog'lanishlik yo'q. Kishilarning martabaligi bilan martabasizning Allohning nazaridagi farqi taqvolik bilan o'lchindi. Kishilar faqat taqvolik bilan farqlandi. Allohga bo'ysunishi bilan savobga erishdi. Biz payg'ambar alayhissalomdan ko'rgan ishlarga qaragan, ham unidan chatnab ketma. Bu bo'lsa buyruq", dedi. Qo'shin otlandi. Qo'shinda Badr urushi qatnashganlardan 99 kishi, Rizvon va boshqa bayatlarda bor kishilardan 310 kishi birga edi. Yana payg'ambar alayhissalom bilan Makkani ishg'ol qilishga qatnashganlardan 300 kishi, yezi farzandlardan 700 kishi bor edi. Said Qadisiyaga yetib borganda qo'shinni to'xtatdi. Urushning oxirgi kuni musulmonlar Qadisiyani tubdan gumron qilib o'tish niyatida dushmanlarni xuddi kishan o'shiqni qisqandek qattiq iskanji qo'rchog'iga oldi. Ular takbir, tahlil etgan holda dushman sepiga tushma-tushdan bosib kirdi. Parisliklarning bosh qo'mondoni Rustamning beshi musulmonlarning nayisi ustida ko'tarildi. Buning bilan Allohning dushmanlari aloqazodlikka tushdi. Hatto musulmonlar ularni chaqirib, ondan o'ltirib. Bu urushda o'lgan dushman qo'shinining sonining 30 ming ekanligiga bu jangning katta g'alaba va g'animatlarga ega bo'lganligiga kifoyadir. Said uzun umr ko'rdi. Alloh uningga ko'p mol-mulk ato qildi. Lekin uningga ajal yaqinlashganda u o'zining ko'nrab titilib ketgan to'nini talab qilib, "Meni buning bilan kepanlanglar. Chunki men Badr kuni mushu to'nni kiygan holda mushriklar bilan urushga edim. Men yana mushu to'n bilan Alloh bilan uchrashishni xohlayman", dedi. Alloh uning yotgan yerini nurli qilsin. Amin. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari. Ketdi Ömer Osmon nahdi qo'g'dab tek turib, Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari.